bilimlarimcha 2013-yilda YouTube'da katta portlash hosil bo'ladi. Ya'ni Minecraft YouTube'ga kirib keladi. Siz yaxshilab joylashib oling, biz esa Minecraft haqida videomizni boshladik. Salom do'stlar, bugun siz bilan dunyoni zabt etib va hali ham rekordlarni o'rnatayotgan Minecraft o'yini haqida gaplashamiz. Keling, oldin o'zimizga savol qo'yaylik. Nega butun dunyo bu o'yinni yoqtiradi? Nega hozir ham mashhur? Keling, hammasini batafsil tahlil qilamiz. Siz videoga like bosing, biz esa boshlaymiz. Minecraftning eng birinchi beta versiyasi 2009-yilda Markus Persson tomonidan yaratiladi. Dastlab juda oddiy bloklar iborat bo'lgan. O'yinni kim ham o'ynaydi deb o'ylashgan edi. Lekin o'yinning jozibasi, cheksiz dunyo, ijod erkinligi va o'ziga xos sarguzasht yaratish imkoniyati bor edi. O'yinchi nimasida shuni qila olardi: uy qurish, g'orlarni o'rganish, hayvon boqish, jang qilish yoki shunchaki tabiatdan bahramand bo'lish. Qiziq fakt: Minecraft YouTube'da eng ko'p ko'rilgan o'yinlardan biri. Bu milliard tomosha qiling. Keling endi YouTube'da portlash haqida gaplashamiz. 2011-yil, 2013-yillarda Minecraft YouTube'da portladi. Gigant YouTuberlar Minecraft bilan birga mashhur bo'lishni boshlashdi. Minecraftda jonli let's play'lar tarqalib, YouTube'da millionlab tomoshabinlar yig'a boshladi. Aynan YouTube Minecraftning mashhurligini oson darajada ko'tardi. 2014-yilda Microsoft Mojang kompaniyasini $2,5 milliard sotib oldi. Ular marketingni yangilash va ta'lim uchun imkoniyatlarni kengaytiradi. Katta yangilanish o'yinga yangi hayotni baxsh etdi. Qiziq fakt: Minecraft o'yindagi kodlari ko'p qismi hanuzgacha eski kodlardan foydalanadi. Ikkinchi portlash 2009-yilda mana bu YouTuber Minecraftga qaytadi va bu ikkinchi portlash boshlangan yili bo'ladi. TikTok, Twitch va YouTube Minecraftni yana trendga chiqaradi. Butun dunyo yana Minecraft bilan yashaydi. Har yili yangi auditoriya qo'shila boshlaydi. Bolalar, o'smirlar, kattalar. Qiziq fakt: mana bu YouTuber Minecraft videosi 100 milliondan oshiq ko'rilgan. Endi savolimizga o'tsak, Minecraft nega odamlar yoqtiradi? Ijod erkinligi, o'yin cheksiz imkoniyatlar beradi. Qurish, kashf etish, jang qilish o'zingiz tanlaysiz. Oddiy grafika, har kim o'yna oladi, kuchli kompyuter shart emas. Modlar va serverlar, har kuni minglab yangi modlar yaratiladi. Jamiyat, Minecraft dunyosi o'yinchilari bir-biriga yordam beradi, jamoalar tuziladi, do'stlashiladi. Qiziq fakt: 2023-yilda Minecraft jami 300 milliondan ortiq nusxa sotdi va hali ham eng ko'p sotilgan o'yinlardan bo'lib qolmoqda. Endi ikkinchi savolga o'tsak, nega hali ham o'yin mashhur? O'yinni hali ham mashhurligi sababi yangi auditoriya kundan kunga ortib bormoqda. Nega degan savolga, o'yinda hech qanday ssenariy yo'q, topshiriqlar yo'q. O'zingiz istasangiz o'ynang, xohlasangiz hayvon boqing, xohlasangiz jang qiling. Bu o'zingizga bog'liq. Har bir insonni har xil sarguzashtlar kutib turmoqda. Hech kimning sarguzashti bir-biriga o'xshamaydi. Har bir insonning sarguzashti har xil bo'ladi. Qiziq fakt: Minecraft har yili 500 milliondan ortiq daromad qiladi. Har kecha shu videoni shu yergacha ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta dona like bosib qo'ying. Hattoki obuna bo'lib qo'ysangiz ham hech kim sizni so'kmaydi yoki urishmaydi. Shuni iltimos, kanalimiz rivoj olsin. Shunday qilib Minecraft 2009 mashhurlikka erishdi. Keling endi xulosa va tahlillar qilamiz. Minecraft nafaqat o'yin, balki butun bir maydonga aylandi. Uni hamma yoshdagilar o'ziga mos sarguzasht topdi. Minecraft bu sevgi, ijod va do'stlik o'yini. Siz ham Minecraftni yoqtirasizmi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, ko'rishguncha do'stlar. Sizlar